Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Xo'p, ko'pchilik klientlarimiz so'ragan 1105 mini traktorlarimiz qaytadan sotuvga chiqdi. Yangilangan partiyada, ya'ni o'sha uzun variantidan keldi. Bilasizlar, buni 3 xil, 4 xil modeli bor. 1100 modelimizni bu o'sha eng full deyiladi, eng baquvvat variantidan biri. Ya'ni o'sha har doimgidek reduktori, ikkitali reduktor, qo'sh reduktorlik. Har doim videomizda aytamiz, eski partiyalardan anchagina aqlli chiqqan sababi oldiga 15 sm uzun qilganmiz. Uzunligini sababi jatka qo'yganda, ya'ni oldiga universal jatka ham qo'ysa bo'ladi. Jatka qo'yganda perdelka qilinmaydi. O't o'rish uchun, beda o'rish uchun oldiga ustonovka qilib bemalol o't o'rish ishlarini ham amalga oshirsalari bo'laveradi. Richaylari ham двойной qilingan, ya'ni baquvvat richaydan qo'yilgan. Insholari katta inshodan oldingilar bilsalaring, sidenani orqasida bo'lardi. Hozirgilar xo'p, yon boshga qo'yilgan freza puluk toqqanda bemalol o'zi ko'tarib tushiradi. Yangi bilmaganlar uchun to'liq ma'lumotini ham berib o'taman traktorimizni. Ushbu ko'rib turgan traktorimiz salarkalik, ot kuchi 18 ot kuchiga teng. Bir portionlik soatiga 1 litrdan 1,5 litrgacha nagruzkada расход qiladi. Xo'p, bir portionli aytdik, расходi 1,5 litrgacha. Balonlari faqatgina orqa baloni razmer bo'ladi, ya'ni qator ichiga tushirish uchun faqatgina orqasi razmer bo'ladi, oldini perdelka qilinadi. Gulishtirlar o'sha katta gulishtirdan, sababi ovozi past chiqish uchun qilingan. Расходi juda ham kam. Eng asosiysi kattagina radiatorga ega, ya'ni issiq kunlarda ham suv qaynab ketmaydi. Bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Kalit starterga zavod bo'ladigan variantidan через remen orqali harakat oladi. Motorlari bir portionlik. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol, bunga nomer, texpasport olinmaydi. Shunday haydaladi, sababi bir portionlik bo'lgani hisobiga. Komplektida frezasi puliga qo'shib beriladi. Orqasida 2 korpusli pulugi bor. Pulugi bilan frezani insho orqali o'zi ko'tarib, o'zi tushiriladi. Skorslari, panejniy, повышенный skorslari bor. Rollari juda ham yengil, mana ko'rishingiz mumkin. Yengil. Tormoz, gaz sistemalari oddiy yengil avtomobil bilan bir xil ishlaydi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, shu kecha kunduzda bugungi sanamiz 2025-yil 5-aprel sanasida videoga qo'yilyapti. Hozirgi kundagi narxi frezasi bilan puliga komplekt holatda 2 korpus puligi bilan narxi 30 million so'm qilib berilyapti. Bu narxlar vaqtlar o'tishi bilan yoki qimmatlashishi mumkin, arzonlashishi ham mumkin. Shuning uchun videomizni sanasini aytib o'tyapman. 2025-yil 5-aprel sanasida narxi 30 million so'm. Ushbu traktorimizda kultivatsiya, chopiq ishlarini amalga oshirsalaring bo'ladi. Katta pritseplarni ham bemalol tortadi. Xo'p, daraxtlari tayida bog'i bor akalarimiz uchun juda ham zo'r texnika hisoblanadi. Расходlari kam, zapchastlaridan hech qanday muammo bo'lmaydi. Frezasi o'sha 120 lik Zubr motobloklarni frezasidan bo'ladi. To'lov turlarini albatta aytib o'tishimiz shart. Kreditga, variantga, через bank orqali amalga oshirilmaydi, faqat naqdga beriladi. Dastavka masalasi Toshkent shahar ichida bepul. Viloyatdan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga Isuzu petaklargacha, stankagacha bepul olib chiqib beriladi. Uzunligini aytib o'taman, bitta labo, oddiy o'zimizning labolarga sig'adi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Soni cheklangan, ko'p kelmagan, moylari, salarkalari hamma yo'qlarini quyib, yurg'izib tekshirib beramiz. Oxirgi narxi, bo'ladigan narxi hozirgi kunda 30 million so'm, 25-yil 5-aprel sanasidagi narxlari. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Soni cheklangan. Hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.